yulduzlimi, 4 yulduzlimi yoki 5 yulduzlimi? Sayohatga boradigan turistlarimiz odatda ko'p beriladigan savollari: qanaqa mehmonxona tanlaylik? 3 yulduzlisimi, 4 yulduzlisimi yo 5 yulduzli yaxshimi? Umuman olganda yulduz o'zi nimani hal qilib beradi? Bu birinchi o'rinda siz tanlaydigan tur paketingizga bog'liq, ikkinchi siz boradigan davlatga bog'liq. Tur paketlari o'zi ikki xil bo'ladi. Birinchisi aktivniy turlar, ikkinchisi passivniy turlar. Passivniy turlarga misol qilib Sharm el Sheyx, Antaliya yoki Langkavini aytishimiz mumkin. Dengiz bo'yida joylashgan, u yerga ko'pincha insonlar dam olib, hordiq chiqarib cho'milish uchun borishadi. Borib dengizni tomosha qilasiz, plyajda cho'milasiz, mehmonxonaga kirib 3 mahal ovqatlanasiz va hokazo, ya'ni sayohatingizning asosiy qismi mehmonxona bilan o'tadi. Shuning uchun passivniy turlarda mehmonxonaning sifati, servisi katta ahamiyatga ega. Ikkinchisi aktivniy turlar. Aktivniy turlarga misol qilib Istanbul, Dubay yoki Qatar aytishimiz mumkin. U yerga sayohatga borgan insonlar asosan ekskursiya uchun boriladi. Borasiz, mehmonxonada ertalab nonushta qilib chiqib ketasiz. Shahar aylanasiz, ko'zga ko'rinadigan bir diqqatga sazovor joylarga borasiz, ekskursiyaga borasiz, muzeylar tomosha qilasiz va hokazo. Ya'ni sizni sayohatingizni asosiy qismi ko'chada o'tadi. Mehmonxona sizga faqatgina uxlash uchun kerak. Chunki kun bo'yi ekskursiya bilan, muzeylar bilan, diqqatga sazovor joylarni ko'rish bilan charchab kechqurun kelganingizda sizni mehmonxonani na yulduzi qiziqtiradi, na baliq qiziqtiradi, umuman servislar qiziqtirmaydi. Bitta yostiq bo'lsa, yotib dam olib uxlab olsangiz bo'ldi, ertalab yana turib, nonushta qilib chiqib ketasiz. Shuning uchun aktivniy turlarda mehmonxonaning sifati uncha ham katta ahamiyatga ega emas. Bundan tashqari, siz boradigan davlatga bog'liq dedim. Ba'zi bir davlatlarning 3 yulduzli mehmonxonasining sifati ba'zi bir davlatlarda 5 yulduzli mehmonxonaning sifatidan ham yuqori bo'ladi. Shuning uchun siz borayotgan davlatingizga ham bog'liq. Umuman olganda sayohatga ketayotib albatta so'rab oling mehmonxonani balini. Bali deganda rasmiy sahifasida u yerda dam olgan turistlarni unga bergan bahosi. Misol uchun bir joyda 5 yulduzli mehmonxona qurildi, albatta narxi balandroq. Yana bir joyda 3 yulduzli mehmonxona qurildi, uni albatta narxi pastroq. Lekin bo'lishi mumkin, buni servisi, xizmati 5 yulduzlinikidan ko'ra yaxshiroq, bu 5 yulduzliniki undan ko'ra yaxshi emasroq bo'lishi mumkin. Buni qayerdan bilamiz? Albatta rasmiy sahifasida u joyga borib dam olgan turistlar baholab ketgan bo'ladi, otziv yozgan bo'ladi, ball bergan bo'ladi. O'sha ballidan biz bilib olsak bo'ladi. Umuman ketayotgan mijozlarimizga birinchi o'rinda mutaxassis sifatida biz otelni ballini o'rganib chiqib, demak 5 yulduz bo'lsa 5 yulduzga puli arziydimi, yo'qmi? 4 yulduz bo'lsa 4 yulduzga yarasha xizmati bormi, yo'qmi? Bu narsani albatta o'rganib chiqamiz. Shuning uchun ketishingizdan oldin birinchi o'rinda so'rab oling. Faqatgina yulduzini emas, arziydigan ekanmi shu yulduzga yarasha. Va bundan tashqari siz agar aktivniy turga borgan bo'lsangiz, agar pulida katta farq qilmayotgan bo'lsa, 3 yulduzli ham bo'laveradi. Chunki asosiy qismi baribir ko'chada o'tadi. Lekin passivniy turga borganda albatta mutaxassisdan yaxshilab so'rab oling mehmonxona xizmati, servislari qanaqa darajada ekanligini. Foydali bo'ladi degan umiddaman. Sayohatingiz uchun kerakli ma'lumotlarni Afsona turdan albatta topasiz.